Hello hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Foster Uzbolda bugungi videomizda sizlar bilan biz Mojo Launcher'ga skin o'rnatishni o'rganamiz do'stlar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kommentga o'zingizlarning fikringizni yozib ketishni unutmanglar. Unda biz videoni boshladik. Do'stlar, biz Mojo Launcher'ga skin qo'shishimiz uchun biz Mojo Launcher'ga account ochishimiz kerak bo'ladi. Mojo Launcher'ga account ochish uchun biz nickimiz turgan yerga yozamiz va добавить учетный запись yozamiz do'stlar. Va bu yerda yeli.by.accountni yozishimiz kerak. Ya'ni yeliby.accountdan account ochishimiz kerak do'stlar. Va bizni mana bundaqa joyga tashlab yuboradi, ya'ni o'tkazib yuboradi. Bu Mojo Launcher ichida hech qanaqa saytga kirish shart emas va bu yerda загрузка ketadi. U загрузка bilmadim kimda qanaqa, lekin menda juda ham uzoq bo'ldi. Hammada har xil bo'lishi mumkin. Va kirgandan keyin videoni davom ettiramiz. Birinchi bo'lib do'stlar, ochilgandan keyin biza registratsiyani deganini ustiga bosamiz va bu yerdan выйти ni ustiga bosamiz. Keyin bo'lsa avtorizatsiyami, ashuni ustiga bosamiz do'stlar. Keyin bizda shunaqa joy ochiladi, registratsiya degan. Bu yerga biz o'zimizning nickimizni yozamiz. Misol uchun o'yindagi nicklarni yozishinglar kerak. Misol uchun menda Foster Uzmi, men Foster Uz deb yozaman. Hamma har xilcha nick yozsa bo'ladi. Men bo'lsa bu yerda boshqacha nick yozmoqchiman. mainbook.uz bo'ladi. mainbook.uz bo'ladi. Keyin bo'lsa pastidagiga o'zingizlarda misol uchun pochtami nima deydi? Google akkauntlarni yozasizlar va parolinglarni yozasizlar do'stlar. Keyin bo'lsa do'stlar, ya'ni robot deganni ustiga bosamiz va kapchadan o'tib olamiz. Va mana biz o'tib oldik. Keyin pastdagi galochka yozib qo'yamiz pastdagiga va registratsiyani ustiga bosamiz va kutamiz. Biza yozgan akkauntimizga parol kelishi kerak. O'sha parolni kopировать qilib olishimiz kerak. Uning uchun bo'lsa email pochta ashunga kirasizlar va shu yerdan kirganidan keyin do'stlar biza mana bu yerda mana parolimiz turadi. Shu yerdan parolni kopировать qilib olishimiz kerak. Ustiga ezib turamiz va kopировать yozamiz. Undan keyin Mojo Launcher'ga qaytib o'tib, Mojo Launcher'ga yerga tashlaymiz. Kopировать qo'yganda va bo'ldi. Подтвердить email yozamiz. И все do'stlar. Mana ko'rib turganinglardek bizning akkauntimiz ochildi. Endi bo'lsa разрешить yozamiz va mana ko'rib turganinglar hozir 5 minut bo'ldi mana do'stlar, chiqdi mana mainbook.uz va chekkasida turgan narsa turibdi. Bizning akkauntimiz ochildi. Do'stlar, keyin mana akkauntimiz ochilgandan keyin do'stlar Google ga kiramiz, любой Google Chrome va bu yerga yozamiz. yeli.by deb yozamiz do'stlar. Keyin birinchi chiqqan saytga kirib olamiz do'stlar. Do'stlar, ko'rayotganinglardek mana bundan oldingi o'xshab загрузка bo'lib kiradi. Mana meni o'zim akkauntim bor, Foster Uz. Do'stlar, hozir men tekshirib ko'rdim, boya akkauntdan chiqa olmayman ekan. Sizlar kirganinglarda Minecraftdagi nicklarni yozasizlar va boya tuzgan parolinglarni yozasizlar. Keyin bo'lsa bo'ldi, akkauntinglarga kirgizadi va bu yerdan biz u yerda turgan 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz va skini degan joyga kirib o'zimizning skinimizni tanlashimiz kerak. Kirganimizdan keyin mana bu yerda o'zini saytdagi skinlar bor, mashhur skinlar. Bu yerdan skinni shu skinlar orasidan ham tanlasak bo'ladi va o'zimizning skinimizni qo'shsak ham bo'ladi. Добавить degan knopkani ustiga ezamiz va выбрать file deganni ustiga ezamiz va bu yerdan o'zimizning skinimizni tanlaymiz. Keyin mana skinimizni qo'shganimizdan keyin saytga загрузка bo'ladi ozgina va sizning mana skiningiz qo'shiladi va siz bemalol Mojo Launcher'da skin bilan o'ynashingiz mumkin. Keyin do'stlar, bu yerdan o'zingizlarning naзвание, короче, shunaqalar to'ldirasizlar, ruschani bilsanglar bilasizlar. Keyin bo'lsa добавить ni ezib Mojo Launcher'ga ham kirsa bo'ladi. Va mana do'stlar, bizning Mojo Launcher'imizga skinimiz qo'shildi do'stlar. Endi biz maza qilib do'stlarimiz bilan skin bilan o'ynashimiz mumkin. Do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentga o'zingizlarning fikringizni yozib ketishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men o'sha Foster Uz bo'ldim do'stlar.